Bunaqa narxlar O'zbekistonda 12 ta viloyatda umuman bo'lmagan. Aka, qaranglar, materiali, usta puli, hamma narsasi ichida 1 kvadrati gipki kamenimiz bo'ladi. Narxi 7 dollardan. Xizmatlar vodiy bo'ylab mana shu narxlarda bo'ladi. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga kelishilgan holatda uyda egasidan nimalar talab qilinadi desalaring, 3 mahal oziq-ovqat, yotoq joyini qilib beradi, les olib beradi, bo'ldi. Uyda egasidan hech narsa talab qilinmaydi. Devor qanday holatda bo'lishi kerak deganlar uchun tekis silliq suvoq bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Buni bemalol so'kilgan qisalaring bo'laveradi. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga qanday bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda bo'ladi. Ko'pchilik so'rash mumkin, karchada yuvsa bo'ladimi deyishlaring uchun. Mana karchada bemalol yuvib ishlatsalaring bo'laveradi. Xizmatlar O'zbekiston 12 ta viloyatiga garantiyasiga keladigan bo'lsak, 10 yildan 15 yilgacha garantiyalarni berishadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol qachib qo'yinglar. Biz kanaldan chiqalar uchun skidka narxida qilishadi. Uyingiz shlaka blok bo'ladimi, paxsa bo'ladimi, sinchli bo'ladimi? Endi bu umuman muammo emas. Mana shuni termopanelda olamiz va mana shuni pina montajini kilaymiz orqali shuni yopishtiramiz. Bo'ldi, bunga umuman usta shart bo'lmaydi. O'zingiz ham bemalol yopishtirib olsangiz bo'laveradi. Umuman devor tanlamaydi. Shlaka blok, paxsa uy, sinchli hammasiga bemalol tekis yopishib ketaveradi. O'ta baquvvat zo'ridan bo'ladi. Buni fasonlari har xillardan bor. Bemalol tayyorlab O'zbekiston 12 ta viloyatiga chiroyli qilib dastavka ustunovkalarni qilib berishadi, albatta kelishilgan holatda. Hozirgi kunda Namangan viloyatiga 165 kvadrat joyga chiroyli qilib yopishtirib berishyapti. Xudo xolisa, ustakalarimiz 2 oylik ochilib bor ekan. O'zlaring bemalol yopishtirib olsalaring ham bo'laveradi, oson bo'ladi. Kvadratiga keladigan bo'lsak, termopanelimiz 1 kvadrat 3 santimetrlik 90 ming so'm bo'ladi, 5 santimetrlik 110 ming so'm bo'ladi. Dastavkalari O'zbekistonda 12 ta viloyatga mutlaqo bepul bo'ladi. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol qachib qo'yinglar. Mana shu biznesni o'zim boshlayman deganlar uchun stanovkalar ham bor. Narxi 900 dollardan 1200 dollargacha. Ustanovka o'rgatib qo'yishda dastavkalari mutlaqo bepul bo'ladi. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol qachib qo'yinglar. Akalar, ikkita quyon bilan bitta o'qda urish davri keldi. Tashqi fasad uchun terma panel hamda gipki kamin akalar narxlarini eshitinglar. 1 kvadrati 90 ming so'mdan vodiy bo'yicha xizmatlar ichida ekan. Terma panelimiz 1 kvadrati 165 ming so'mdan ekan. Buni zo'r tomoni umuman devor tanlamas bo'lar ekan. Alohida terma panel sotib olmoqchi bo'lganlarga 90 ming so'mdan qilib berilar ekan. Umuman 15 yil garantiya berilar ekan. Hamma joyga akalar kimga qiziq bo'lsa, ekranga pastiga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Ob'yomimiz hozir mana shu joyimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani chiroyli qilib bergan ekan akalar. Bizning kanaldan chiqqanlarga skidka bor. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Bundan foydalanadigan bo'lsalaring, qishda yo uylaring issiq bo'ladi, chunki utoplet vazifasini bajaradi. Bu tashqi fasad uchun gipki kaminimiz, ko'rganlar maza qilib yuboradi. O'zingizlar maza qilasiz, like bosib qo'yinglar. Mana terma gipki kaminlar obyektimiz yana bitta. Xudo xolisa Qo'qondagi joyimiz 12 million so'mga 67 kvadrat ishlama joyimiz. Chiqqani stupkasi bilan uteplenniy bo'lib bitgan. Issiq sovuq dushaydigan, dual tekislik tekis xudo xolisa. G'ish sariq ko'rinishda, so'killari shikolat rang bo'lib bitgan. Tevalari, romlar atrof polni klinker tortilgan. Darvozani chekkalari ham xudo xolisa. Har yoqni ham ajoyib chiroyli qilib chiqarganmiz. Hamma joyi terma, issiq sovuq dushaydigan bo'lib bitgan. Assalomu alaykum sulton. Faqat obunachilar, mana hozir uyimiz Farg'ona viloyati Furqat tumani Ayritom qishlog'ida bo'lyapti. A'zolar mana
Angor tumanidagi ishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oq aboyda ishlangan. Faqat oq aboy, qora aboyda o'zida tuslangan. Bu kafellarimiz emas, bu gipki kamin xizmatlari. Gipki kaminning o'zi. Astidagi sokol qismi ham. Ko'cha tomonga ham o'zlaringiz bir baho berasizlar. O'zgacha fason, o'zgacha stil da ishlangan kafellar ham juda bejirim holatda. Mana bu yon qismlari burchaklariga alohida e'tibor beringizlar, burchaklarga ham. Sokol kafel holatda. Juda ajoyib va bejirim.